Arafat vodiysiga kelishlikdan maqsad Arafat o'zi nima? Qoradonlar yaqinda suhbat qurganlarida odam ato bilan mamo havo uchrashgan joy mana shu rahmat tog'i. Mana shu joyda odam ato duo qilganda gunohlari mag'firat bo'lgan ekan. Eshtinglar. O'shanda jannatdan quvilganda va chiqqanlarida gunohlari mag'firat bo'layotganda Allohdan so'raganda duo qilgan ekan odam ato ham. Ve Alloh Rasululloh Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning haddi hurmati gunohlarimni kechirgin. Qarang duoni. Odam ato ham duo qilgan ekan. Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam tilga olib. Shunda gunohlar mag'firat qilib odam atodan so'ragan ekan. Sen qanday so'nggi ummatim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning bo'lishini bilding deganda jannatdan chiqayotganimda qo'liganimda jannat eshigi tepasiga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam deb yozilgan edi. Ashda bir yozuvni ko'rdim deydi yana. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan so'zni ko'rgan edim deydi. Qarang, odam otaning so'zlari bu. Demak, manbalarda 300 yildan keyin ko'rishadi deydi. Mana bu rahmat tog'i. O'sha ko'rishgan joy, duolar maqbul bo'lgan joy. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam eng so'nggi xutbalarini ham mana shu joyda o'qigan. O'shanda tuyalar o'sha xutbalarni ko'tarmasdan cho'kib qolgan deyiladi. Endi so'zni boshlaymiz. Arafat o'zi nima? Bir ma'nosi keladi. Arafat uchrashuv. Kim uchrashdi? Odam ato bilan mamo havo uchrashdi. Arafda o'rganib olding bu, o'rgandingmi degan ma'no chiqadi. Nima o'rganadi? Mana shu joyda Ibrohim alayhisalomga haj arkonlarini o'rgatgan joy Arafat vodiysida bo'ladi. Endi mana siz kelib turibsiz. Allohning chaqirig'i Ibrohim alayhisalomning chaqirigi bo'lgan bo'lsin. Mana shu joyda hojilarimiz eshtinglar, Ibrohim alayhisalomga haj arkonlarini o'rgatib qo'ydimi? Demak, al-hajj mashaqqatun al-hajj, ya'ni haj mashaqqat bo'ladi. O'shaning bir farzi Arafat vodiysida turib duo qilishlik bo'ladi. Zulhijjaning 8-kuni Minoga joylashadi va mana shu joyda bomdod namozidan oldin so'ng mana shu Arafat vodiysiga kelib hojilar tinmay duo qilib turishadi. Arafat vodiysida duo qilib, ibodat qilib chiqsak, chaqaloqda qanday gunoh bo'lmaganda, haj arkonlari bajarilganda o'sha gunohlardan to'kilgan holatda mag'firat qilgan holatda chiqilar ekan. Demak, peshin bilan asr jam qilib o'qilar ekan. Shom bilan xufton. Nima uchun? Vaqtlarni qizgangan holatda o'sha duo qilib turayotgan joy Arafat vodiysida bo'ladi. Mana shu Arafat vodiysida duolar qilinadi. Alloh taolo osmondan yer osmoniga yaqin kelar ekanda, maqtanar ekan. Hamma farishtalarni yig'ar ekan. O'shanda boshlab qoradonda suhbatlarda sizlarga aytib qo'ydi. Farishtalar o'sha boshlig'i bilan insoniyatni yaratayotganda qarshi bo'ladi. Yaratmang, bu bir-biriga qonunni to'kadi, bir-birini o'ldiradi, g'iybatlar, har xil nima yomonliklar qiladi deganda ham Alloh ismi bilan insoniyat yaratildimi? Demak, haj arkonlari bajarayotganda Arafat vodiysida to'plangan vaqtda yer osmoniga yaqin kelib, farishtalarni qaranglar der ekan. Qaranglarki, bu yaratgan insonlar uzoqdan yaqindan kelyapti, qiynalgan holatda, boshlari, sochlari to'zigan holatda, qiyinchiliklarga bardosh bergan holatda keladi. Meni roziligimni olishlik uchun keladi. Men sizlar mana shularning hammasini ko'ringlarki, ularning gunohlarini kechiraman der ekan. Gunohlarni kechirayotgan joy shu Arafat vodiysida bo'ladi. Endi eshtinglar, duolar mustajab bo'layotgan kun bo'ladi. Qalbga solinglar. Duolar mustajab bo'layotgan kun bo'ladi. Qalbga solinglar. Duolar mustajab bo'layotgan tun Ramazon oyida belgilab qo'yadi. Ya'ni aniq vaqt bo'lmasa-da, Ramazonning 3-10 kunligida Qadr kechasi bor. Qadr kechasida tun, o'sha tunda duolar mustajab bo'ladi. Endi yil oyga olsak, duolar mustajab bo'layotgan kun Arafat kuni aniq kun bo'ladi. Tushundingmi?
Demak, haj arkonlarini bajarayotganda duolar mustajab bo'layotgan kun Arafat vodiysida bomdod namozidan so'ng to shom namozigacha tinmay duo qilib, gunohlarni mag'firat qilayotgan. Mana shu joyda rahmat odam uchrashgan joyda shu joyda odam atoning gunohlarini Alloh kechgan vodiyda duolar mustajab bo'layotgan kun Arafat kuni bo'ladi. Biz nima uchun kelamiz hojilar? O'sha duolar mustajab bo'layotgan kun bo'lmasa-da, duolar mustajab bo'layotgan maqom o'rnida Arafat vodiysida duo qilishliklarga nasib. Nima uchun? Makka shahrida deydi, yoziladi. Ulamolar, ustozlar suhbat qilganimizda duolar mustajab bo'layotgan maqom o'rinlari biri Haramda, Ka'bada bo'lsa, Ka'ba atroflarida, Muntazamda, Rukn Yamoniyda, Hijr Ismoilda, maqom o'rni Arafat vodiysi hisoblanadi. Shuning uchun biz kelamiz. Mana shu safarga kelishadi. Haj safarida albatta turishadi. Umraga kelganlar ham Allohdan umid qilib, mana shu joyda duolar qilib ketishadi. Mana ularga ham bugun bir vaqt ajratildi. Mana shu joyda Arafat vodiysiga kelib duolar qilishlik Alloh nasib qilsin. Ibrohim alayhisalomga Alloh hajga chaqir deb o'rgatgan joy shu bo'ladi. Ibrohim alayhisalom men chaqiraman, ya'ni chorlayman. Kim qanday keladi? Hech kim yo'q-ku deganda, sen chorla, chaqirib olish mendan dedi. Sizlarni ham Allohning chaqirigiga labbay deb kelayotgan o'sha chaqiriqlar sizlarga ham eshitilgan bo'lsin. Va qiyomatgacha deydi, chaqaloqmi, tug'ilayotgan chaqaloqlar kelajakmi? Hammasi umra haj safariga kelsa, Allohning chaqirigini eshitganlar kelar ekan. Ibrohim alayhisalomning chaqirigini eshitganlar kelar ekan. O'shalarning chaqiriqlarini eshitgan bo'lib, Allohning chaqirigiga labbay deb deganlar qatorida bo'ling. Endi azizlar, mana shu Arafat vodiysida bir duolar qilinadi. Duolar qanday bo'lsin? Yuqorida ham aytdik. 3 ta vakil bo'ladi. Men har bir hojilarga aytaman. Nima uchun? 3 ta vakil bor. Birinchisi birga umra haj qilganlar, ikkinchisi Qur'onni birga yod olganlar, uchinchisi shahid ketganlar. Muhabbat bilan ibodat qilar ekan, bir-biriga opa, bir-biriga aka, bir-biriga ota bo'lib qolar ekan. O'shalarda biri jannatga tushsa, Allohning izni bilan gunohlari mag'firat bo'lib jannatga tushsa, jannat eshiklaridan kirmasdan Allohga xitob qilar ekan. Men falonchi bilan umra qilgan edim. Men falonchi bilan Qur'onni yod olgan edim. Men falonchi bilan, ya'ni shahid ketgan edim. Ular qani? Gunohlari bo'lsa mag'firat qiling. Mag'firat qiling deb Allohga duo qilar ekan. Alloh Karim zot, Alloh Halim zot o'shalarning gunohlarini mag'firat qilib, do'stiga aytar ekanki, qo'lidan ushlab jannatga olib kirib ketishlikning imtiyozlarini berishar ekan. O'shanday umra qilganlar, o'shanday haj qilganlar, o'shanday Qur'on birga o'qiganlar qatorida bo'ling. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam innamal a'mal binniyat. Har bir amal niyatga bog'liq bo'ladi. Mana uylarda muhabbat bilan niyat qildingiz. Mana kelolmay qolganlar bor. Haqqimizga duo qiling deganlar bor. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ham umra safariga ketayotgan sahobiylarga meni ham bir duo qilib qo'yinglar deb aytishar edi. Umra o'zi nima? Umra bu sunnat, uning kaforati nima? Qalb qiling. Gunohlardan forig bo'lishlik faqirlikni ketkazadi. Demak, mana shu Arafat vodiysida kelinglar duo qilaylik. Umralarimizni Alloh taolo dargohida qabul aylab, bizni faqirliklarimiz ketib, bizni jo'natganlarni biriga va'da qilingan, biriga 1000 dinor va'da qilingan, yana kelasi yillarda haj arkonlarida bardavom bo'lishlik hammangizga nasib bo'lsin. Duo qilganlaringda jumla mu'minlar haqqidan so'rang. Yelkangizda bir farishta turadi. Siz bir kishini haqqiga duo qilsangiz, u shunday der ekan: o'sha yaxshi niyatlaring avvalambor seni o'zingga bo'lsin.